BBC'nin e'lon qilgan sini xabarda deyilishicha, Xitoy doiralari muxbirlarni Sharqi Turkistonda millionlagan musulmon qamalgan yig'ilish lagerlarini ularning nazorati ostida ziyorat qilishga taklif qilgan. Ziyorat davomida Jun Sadovin o'qituvchilardan bu o'quvchilarning nima sababdan bu joyga kelganligini so'rganida, ularning oshkon ideya bilan yuqumlanganligini, ularning o'zlari xohlab bu yerga tarbiyalanishga kelganligini ilgari surgan. Qiziq yeri tarbiyalanguvchilar bu yerga o'zining xohlab kelganligini qayta eskartgan. Gerçi Xitoy doiralari bu lagerlarni tarbiyalash markazlari deb tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, lekin muxbirlar egilagan ba'zi dalil isbotlar bu o'rinlarning bakrak turmaga o'xshaydiganligini yo'ritib bergan. Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash bu haqda mundaq dedi. Xitoy aniqki ko'z bo'yamchilik qilishga urinmoqda. Xitoy dastlabda inkor qilib, keyin qabul qilishga majbur bo'lgan jazo lagerlariga xalqaro jamiyatning noroziligi kuchayayotgan bir vaqtda Xitoy bu lagerlarni muxbirlarga yetishga majbur bo'lgan. Lekin Xitoy maqsadiga yetolmadi. Xalqaro jamiyat Xitoyning bu hili mikrlarga qarata ho'shyor bo'lishi lozim. Germaniyaning Duisburg shahrida Sharqi Turkiston da'vosi uchun xizmat qilayotgan xonimlar Sharqi Turkiston uchur markazini ziyorat qildi. Ular Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi bilan Xitoyning yig'ilish lagerlari va Uyg'urlar uchrayotgan zulmlar haqida fikr almashtirdi hamda har zaman birlikda va hamkorlik ichida bo'lish kerakligini ta'kidladi. Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish jamiyatining to'rbitida Uyg'ur avtonom rayonlik ayollar birlashmasiga oid maxfiy materiallar ekanligi ilgari surilgan bir ovozli suhbat xotirasi e'lon qilindi. Suhbat mazkur birlashmaning ma'lum bir xodimi bilan Qizil lagerda o'lgan bir ona orasida davom qilgan. Bu materialda Qashqar Xoan Sayat shirkatining muavin direktori va sayat yetakchisi 34 yoshli Aytursun Elining lagerda vafot bo'lganligi qayd qilingan. Erkin Osiyo radiosining muxbirlarining bu yip uchiga asosan egilishicha, Qashqar Xoan Sayat shirkatining muavin direktori 34 yoshli Aytursun Eli bultur 6 ayning 5-kuni atalmış tarbiyalashga elib ketilgan va oradan 4 kun o'tganda Aytursunning jasadi oilasiga topshirilgan. Rossiya muavin tashqi ishlar ministri Aleksandr Gruko Turkiyaning Rossiyadan S-400 mudofaa sistemasi setib olishga doir kelishimlarning xalqaro qonunlarga uyg'un ekanligini va barliq qarorlarning e'linganligini bildirdi. O Amerikaning Turkiyaga embargo yurgizish mumkinchiligi haqida to'xtalganda, har qanday bir egilik huquqli davlatning harbiy texnika sohasida o'z hamkorlashuvchilarini tanlash huquqi borligini ta'kidladi va yuqorqi so'zni aytdi. Saudiya Arabiston Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jamal Qashqchi jinoyati haqidagi doklatiga inkas qaytardi. Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri Adil Al-Jubayr, valiahd shahzoda Muhammad bin Salman va boshqa yuqori darajalik amaldorlarning Qashqchi jinoyatida mas'uliyati borligi ta'kidlangan bu dokladni inkor qildi. Isroil bosh ministri Netanyahu Shimol, Janub va Sharqda qo'shnilarimizning bizni yo'qotib o'tish bilan tahdid selayotganligini angladim. Dushmanlarimizga shundoq deymizki, Isroil armiyasining g'oyat zo'r yo'qotish kuchi bor. Bizni sinamanglar dedi. Isroil armiyasining davlatining shimolda o'tkazgan manevrni ziyorat qilgan Netanyahu ismini atab turib Iran, Hamas va Hezbollahga xitob qildi.